Rus tilida C1 darajadagi so'zlarni va iboralarni o'rganamiz. Demak, birinchisi, я, наверное, чуть простыла. Чуть degani bu yerda немного tarjimasida kelyapti, ya'ni ikkalasi ham bir xil bo'lib keladi. Men ehtimol biroz, простыла degani shamollab qolishga nisbatan aytiladi. Женский rodda простыла, мужской rodda простыл bo'ladi. Я, наверное, чуть простыл. Ya'ni ozgina shamollab qolibman deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi, нужно присмотреть за детьми. Присмотреть за degani bu qarab turish degan tarjimada keladi. Kimgadir qarab turish yoki nimadirga, agarda sumkangizni qayerdadir qo'yib ketsangiz, нужно присмотреть за сумкой bo'lib keladi. Так, bu yerda demak tarjimasi qarab turmoq. Bolalarga qarab turish kerak degan tarjimada kelyapti. Keyingisi, nельзя вмешиваться в чужие дела. Вмешиваться fe'li aralashmoq tarjimasida keladi va predlog bilan birgalikda ishlatamiz. Begonalarning ishiga aralashish mumkin emas degan tarjimada kelyapti. Keyingisi, это зависит от того, где ты работаешь. Bu qayerda ishlashingga bog'liq deganda aytishimiz mumkin. Demak, зависит от того degani biz boshqa joyda ham ishlatishimiz mumkin ekan. Aytaylik, это все зависит от тебя, например. Bu hammasi senga bog'liq deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi, в это время. Bu vaqtda deganda aytishimiz mumkin. Misol uchun, в это время я была немного занята. U vaqtda men biroz band edim deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi, слухи. Слухи bu gap so'zlar так быстро распространились. Распространились degani bu tarqalib ketdi deganda aytishimiz mumkin. Demak, gap so'zlar shunaqangi tez tarqalib ketdi degan tarjimada kelyapti. Demak, bu yerda yangi fe'llarimiz простывать, простыть, NSV shakli shamollab qolmoq, простывать, SV shakli простыть bo'ladi. Присматривать bu qarab turish, присмотреть SV shakli, вмешиваться и вмешаться. Bular aralashish ma'nosida keladi. Keyingisi, зависеть biror narsaga qaram bo'lmoq tarjimasida keladi. В это время o'sha vaqtda deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi, распространяться, распространиться. Bu tarqalish degan tarjimada keladi. Agarda fe'li tushunarli bo'lgan bo'lsa va sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta buni izohlarda yozib qoldiring.